Assalomu alaykum, to'g'ridagi roman anglovchi do'stlar. Biz Abdumid Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda Podshohxonning Tilla Tunur boshchiligidagi ko'cha bolalarini uyga ko'chirib akilib, ularga insonlikning qadr-qimmatini his qildirish va qalbiga o'rnatish uchun oldi bilan namoz o'tashdan boshlamoqchi bo'lgan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Hey balalar! Ay, bu bo'lmadi. Estağfurullah şeytan. Podshohxon balalarga qarab tanbih bilan aytdi. Bundaq qilsaq yomon bo'ladi. Bu o'ynashadigan ish emas. Balalar Podshohxonning qapoq turganidan kulkisini to'xtatdi. Tillaxon og'ziga kelgan kulkini yutib etib, balalarga texmi o'nlik vaqirdi. Boshda kulgan qaysing? Yana mushundaq ish bo'lsa, kona qumduningga qaytsan. Balalar jim bo'lishdi. Mushu tapda Podshohxonning o'zini kulga tutib olgan edi. Bo'ldi balalar, bugun jim turib mening namoz o'qiganimni ko'ringlar. Biz 2 haftagacha attigini masjidga chiqmay uyda o'qiyli. Bu holinglar bilan masjidda cho'nglar bizni qo'g'lig'idek. Atdan boshlab birinchi azonda turib namoz oyatini o'rganamiz. Tunugin sizlarga degan tuzum bo'yicha navbatlashib o'rnimizdan turamiz. O't qalash, suv isitish, oila aram tozalash, tomoq etish deganlarning hammasini shu navbat chiqiladi. Chatoq yo'qdi? Chatoq yo'q. Kichik askarlar yana tang ovozda vaqirashdi. Shunda qilib Podshohxon bugungi namoz vaqtida ularga zerikmay namozning harakatlarini va tahorat ilishning usullarini to'liq o'rgatib chiqdi. Ondan ularga bir namoz harakatlarini qilg'ili soldi. Podshohxon bugun ishqa bormadi. U balalar bilan nashtilik qilib bo'lgandan keyin tunugin setib olgan daftar qalamni ularga tarqitib, turkman tilini o'rgatishga boshladi. Turkman tilining harflari uncha murakkab emas edi. U cho'ng va kichik harf deb ayrilg'achqa, uning ustiga balalarning qizg'inligi alohida yaxshi bo'lg'achqa, oldining 3 kunda, keyinining 6-7 kunda savodi chiqib bo'ldi. Tillaxon mushu bir kundala kitoblarni hijlab o'qiy oladigan darajaga bordi. Ular haftagacha hech yerga bormay xat o'qish va yezishni o'rgandi. Balalarning ko'ngli ajoyib xushal edi. Akşamları ularning har biri birdan cho'chak kitobni ko'tarib olishib, Tillaxon kirib chiroqni majburiy o'chirmagicha yotqili unamaydi. Aradan 4 ay o'tib, Qahraton so'g'oqning o'rniga bahor fasli almashdi. Podshohxon tumirchilik korxonasiga bormadi. U butun vujudini balalarning o'qish ishlariga bag'ishlash bilan o'zining kuch mashqi va til darslarini takrorlashni asos qildi. Ular plan bo'yicha hech qanday tijorat ishini boshlamadi. Uning ko'miklik oltin tillolarimi borgan sari ozishga boshladi. Podshohxon haftada bir qitim ustozi Akbarxonni yo'qlab turadi. Akbarxon turmadan chiqib uzun o'tmay og'zidan suv oqadigan bir xil yomon kasalga giribdor bo'lib qoldi. Doktorlar uning sababini bilolmadi. Akbarxon kundan kunga o'riqlab ketyotdi. Nevruz o'tib Shaptul chechiki ichilgan kunlarning bir attiginida Podshohxon qatorliq 7 bola masjidga bomdod namozi o'qig'ili chiqib, shaharning shimoliy qovuqdagi Oqdam masjidida Akbarxonning namozining chiqirganlik xabarini angladi. Podshohxon yugurganicha balalarni boshlab berib, Akbarxonning meyitini tuproq beshigacha uzatdi. Ular uyga qaytib kelgandan keyin balalar o'zining xizmat taqsimoti bo'yicha ishqa mingishib ketdi. Ular gizit sotadigan va maylamchilik qiladigan tijoratni Nevruz kunidan boshlab qilishga boshlagan edi. Gizit sotadigan ish boshda degudek iqib ketmadi. Podshohxon buningga qarata xabarni ko'ptirib tashviqot qilib, kishilarning diqqatini burashga mohir bo'lish usulini qo'llandi. Balalar kichigidan yetimchilikda cho'ng bo'lg'achqa, tashviqot deganga hazil gaplarni aralashtirib chang chiqaribdi. Gizit o'qimaydigan kishilarmi bu balalarning tashviqot so'zini anglasa, gizitni qo'liga og'lig'isi keladigan bo'lib ketdi. Oyoq maylaydigan ish ularning kutgunidimi yaxshi bo'layotdi. Shahar nupusi necha yil ichida shiddat bilan avudi. Bundaq bo'lishidagi sabab hukumat savdogar chaqirish degan siyosatni ko'tarib chiqib, o'z davlatida jinini saqlay olmagan ruslarni bu yerga elib ishlashga qiziqtirib, zo'r ko'lamlik nupus yetkash harakatini qo'zg'adi. Bu oqqon ruslar 2-3 yilga qolmayla katta boy yoki katta amaldorga aylanib, bir umr yetib yesimi tugamaydigan boyliqlarga ega bo'ladi. Mana mushundaq yeshil chiroqning turtkisida ruslar bu elga saldek oqdi.
Şəhər nüfusunun yerimdən köpürəgini ruslar egəlləgəşkə, Paşaxan ayaq maylaydigan dükanını ruslar köpürək oltıraqlaşqan joydagi avat rəstlərgə qurdi. Ruslar həqiqətən pulni qazandı xərcləydi. Dükan o'rni ancha cho'ng yerni egəlləməyəşkə, onun üstüge şəhər tərtibini qoğdaş ətirdi. Tazlıq ətirdi, bazar tərtibini başquruş işxanası, baycıxana qatarlıq orunlardakı xizmətçilərinin ayığı gündə yoki 2 gündə bir haqsız maylanıb turğanlığı üçün ularning o'rni muqim kapolatga ega bo'ldi. Paşaxan balalarga hozircha gizit sotadigan ishni tashlab, mushu ishqa kuchashni aytdi. Degandek, maylamchilikning foydasi bekla yaxshi bo'layotdi. Bu əldəki çoğunraqı su inşaat, yeyiz igilik, yol kövrük yasaş, nefit turbisi yetquzishdan başlap, kichikrägi əvrəz yollarını işləşkiçə bolğan barlıq quruluşlarını ruslar özü höddiga elib, nahayda ərzan əmgək küçü bolğan yerlik xalqlarını işiltib, o'ttirdan g'oyat zo'r payda alatdi. Dövlət təvəllüdəki dehqonlarning məcburi əmgək vəzifəsi buludu degan siyasətə asasən, bu əldəki dehqonlar hər yili məcburi əmgəkdən kirmigençilik qılatdi. Ular bu yerlarni içib vatanni ko'kartish chaqirig'iga ovoz qo'shib, ko'chat silib o'rmon bino qilatdi. O'rmonlar yashirib, yerlar terilg'uga kirganda, bu yeshil jannatni rus amaldorlari bir kechada 6 tal tarxamakka 6 mu yerni beratdi. Ya'ni rus millatidan bo'lgan dehqonlarning atalmış ilmi taraqqiy qildirishiga o'tkazib berilatdi. Bundaq nahaqçılıqlarını görgənlər g'ing qilishqimi petinolmaydi. Navada g'ingla qilib saldımı onunğa vətənni parçalashqa uringan millatchi unsur deb 7 avlodi turmaga sunilatdi. Hökumətdəki hər qandaq təşkili organlarının çoğ beşi ruslardan, astın qolu yerlik türkmenlərdən bolatdi. Ular astın qolunu tanlashda mundaq usulni qo'llanatdi. Oldi bilan shu organdagi birinchi qo'li rus rahbar bir kechilik bazma o'rinlashtirib, barliq ishchi xizmatchilarning oila a'zolarini akilib qatnashishni so'raydi. Vodkalar ichilib, erlar aqldan ozganda, birinchi qo'li rahbar qo'l ostidagilarning xotinlarini tansiga tortib, tansa yerim bo'lganda qasdan oldidagi ayolga hayosizlik qilg'ash, ularning erlariga sapsalatdi. Ularning ichida qaysi bu qiliq siziqni ko'rmasga silib, chandurmay o'ltirgan bo'lsa, shu dal ostin qo'lliqning nomzodiga kiratdi. Bundaq tigi paslardan kelib chiqqan nomzodlik davomliq o'stirilib, ruslarning vaqtliq e'tiborlab ishlatishiga muyassar bo'ladi. Əməliyyatda bu atalmış sərxil namzatlar gündüzü öz xalqiga yolvastak hökürəb şirdək heyvə qılsa, axşimi özüdün bir dərəcə yuqori ruslarının aldıda tizilib, ulardan putunu qucaqlab, siz bolmağa bolsınız, xalqımızdan bugünü bolmaydı, siz bizden dahimiz, siz mening dadam, öl desiniz ölümən, otqı kir desiniz otqı kirmən, deb özünü özü kacatlab, köz yeşi qilib, ularning gəndi buraydigan ayığını toxtamay yalaydı. Axun dini zatlar bolsa, ruslarning bergen 2 tal pulini deb, yoki bo'lmasa yurt mahallidagi 100 abroyini deb, xoniqa masjidlarda Padişahның əmriga boysunmaq vacib, Məkkəyə berib həcc qilish farz, 3 talaq, təqdirsiz qil təvriməz, həmmisi Allahның taqdiri, Qur'ondan başqını öyrənganlar jannatga kirəlməz, degan gaplardan başqını qilg'ili unumaydi. Bunun turtkisida azroq qo'l ilikida barlar hajga berishning yo'l xiti uchun barcha boyliqning yerimini ruslarga orqa ishik qilib hajga mingishatdi. Yo'qsizchilikning dardida sapra bo'lib qolgan yoshlar yo'qlang ishlar uchun ha desa xotinini 3 taloq deb so'zni berib ushshaq bolalari ko'ch-ko'ylarda sarson bo'ladi. Kimiki bu ishlarning xatosini ko'rsatsin, butun jamoat uni kofir, munofiq, islomning dushmani deb arasiga olmaydi. Türmə oğri qaraqçı bilan emas, ruslarning qilgan nahaqçılığa qarşı bir ikki eg'iz gap qilib salganlar bilan to'shib ketgan edi. Oğri qaraqçılar bo'lsa saqchilar bilan eg'iz burun yalishib, o'zi bek, o'zi xon bo'lib yurishatdi. 10-bob benzinning karomati. Paşaxan ruslarning pulini challab, bu maylamchilik do'konini maxsus ruslarga qaratib açdı. Balalarmı Paşaxandan az to'la rus tili o'rganib olgan bo'lg'achqa, ruslarga kuldur bir nimalarni deb ularni qiziqtirib oyoqlarini maylatqili salatdi. Samirib tiqilib ketgan ruslar bu balalarning eg'izdan chiqqinini beratdi.
Poshshaxon bilan Tillaxon bu jarayonda bir tuqqan aka-ukalardek bo'lib ketdi. Biri bo'lmasa yana birining gelidan tomoq o'tmaydi. Muz erisa suv bo'lganidek, Tillaxonning kelib chiqishimi pokiz oiladan bo'lg'achqa, u nihoyatda tezda Poshshaxonga moslashib ketdi. Kitobga bo'lgan heyrismanligi Poshshaxondan qilishmaydi. Uning namozxonligi ba'zida Poshshaxonni suyundiratdi. Poshshaxon garchi balo bo'lsa-mu, rus tiliga puxta bo'lg'achqa, qadimiy asar atiqiga munosabatlik ruscha kitoblarni to'la ko'rib, muayyan bilimga ega bo'lgan edi. Shunlashqa u atdiganda balalarni tijoratga yo'lga silib etib bo'lgandan keyin Tillaxonni agashtirib shaharga yaqin yezi sahrolarga chiqib, asara atiqa yig'atdi. Kishilarning uydagi ko'na buyumlarni ko'rib, ularning ichidagi qimmati barlarni arzon bahoda setib oladi. Andin ularni udul rostlarning yig'ib saqlag'uvchilariga ko'rsatib olganidan necha hassa yuqori bahoda sotadi. Keşligi Poshshaxon bilan Tillaxon bir kunlik tijorat ahvolini hisoblab, kirim chiqimni qilib daftarni bo'g'atdi. Tijorat kundan kunga yaxshilanib, Poshshaxonning supa ostidagi tillasi shu peti qilib, qo'lidagi qog'oz puli borgan sari ko'payishga boshladi. Mana mushunda qilib Poshshaxon 16 yoshga kirguncha to'xtamay tijorat bilan shug'ullanib, 3 yil ichida shahardagi turkman millatidan bo'lgan katta boyga aylandi. Uning bundaq tez beyib ketishida 3 yilning oldidagi mundaq bir ish asosiy sabab bo'lgan edi. Bir kuni kechda Poshshaxon bilan Tillaxon xubdan namozini o'qib bo'lib, amdi ko'zi uyquga berishiga to'lin oy derizidan ularni maralashga boshladi. Poshshaxon tovoqdek yongan bu yo'ruq oyga qarab, 4 oyning oldida, ya'ni bu uyga yangi ko'chib kelgan kuni oqshimi ufqsi Tillaxonning qulqiga kusurlab aytgan so'zlari esiga kelib, asta o'rlib Tillaxonga qaradi. Tillaxonmi o'xshashla mushu ishni o'ylab oyga qarag'inicha xiyol surib yetayotdi. Biroq u aksi Poshshaxonning tijorat ishi bilan qanchalik jafo tortayotganligini bilgachga, uningga bu to'g'riliq gap qilishdan uyalgan edi. "Uxlamadingmi?" dedi Poshshaxon past ovozda ko'zini ichib yotgan Tillaxonga qarab. "Yo'q aka, uyqum kelmadi." "Nimani xiyol qilyapsan?" "Hech nimani xiyol qilmadim." "Degina afkam." "Rostini desam, bu kunlardan baxushalman. Bular menga xuddi tushimdakli bilindi. Uyg'onib ketishimda ansirayman." "Ora mushulma?" "Sana baq qoyilman. Sen oddiy odam emaskansan." "Yana-chu?" "Yana Amsa men deb beray. Necha oyning oldida tulun oy derizdan mushunda qarab turganda, men sana nima deb va'da bergan?" Poshshaxon uning ko'nglidagi gapni aynan tepib olgan edi. Tillaxon kulgunicha o'rilib, aksi Poshshaxonga qaradi. "Ha, nima deysa, aka? Endi fursat keldi. Ishlar bir qur yurishdi. Tafsiliy planini tuzib qo'ydim. Ata bolalar o'z ishiga mansun. Ikkimiz Haydarbekning qisosini olamiz. Qandoq?" "Voh, aka, sening mush yerlaring deyma emasmi?" Tillaxon xushalliqda akasi Poshshaxonni quchoqlab ketdi. Әтісі балалар өз ішіға маңғандың кейін ikkalan shahardagi katta boy ruslarning doim kelib tomosha qilgan muzikalik bir restoranining oldiga keldi. Ishik tuyida pozor ish kiyimi kiygan ikki rus yigit kelgan mehmonlarni kutish, uzutish bilan avora edi. Bu yerga oddiy turkman fuqarolari kirolmaydi. Faqat turkmanlardan bo'lgan hukumat amaldori yoki turkman boylarla kiralaydi. Poshshaxon bu ahvollarni bilgachga, Tillaxonga bolalarga obdan qarab qo'yishni deb qo'yib, kiyimlarini tuzashtirib yiliqi ikki rus yigitning oldiga yugurib ketdi. "Voy, to'xta, nega borsan?" dedi yigitlarning birisi rus tilida mushtimini Poshshaxonga chenab turib. "Restoran xo'jayini menga saqlayotdi. Uning bilan ko'rishadigan ishim bor edi", dedi Poshshaxon o'lchamlik rus talaffuzda yigitlarga darhol javob qaytirib. Yigitlar bu kichik turkman bolasining rus tiliga shundoq puxtaligini bilib hayron qoldi. Ular Poshshaxonni turkman amaldorining o'g'li bo'lsa kerak deganni o'ylab uni kirgizbatdi. Poshshaxon hashamatlik bezalgan rus tomoqxonasining o'ttirisidan kesib o'tib, hisobot qilgan pokaga udul berib, u yerdagi semiz rus ayoldan o'zining restoran xo'jayinini izlaydiganligini, ko'rishadigan muhim ishning borligini aytdi. Semiz ayol uning rus tilida ravon so'zlayotganligini bilib, Poshshaxonni xo'jayinning ishxonasiga boshlab akirdi. Xo'jayin egiz bo'yliq,
por kötek Rus bulup, maylışıp ketken çıraydan rahimsizlik çıkıp turulgan kişi idi. "Mende nima ishing bor edi, yigit?" deb so'rdi xo'jayin Poshshaxonning chiroyiga sap solmay oldidagi hisobot xotirasiga bir nimalarni yozayotgach. "Mening restoraningizda kutkuchi bo'lib ishlagim botdi", dedi Poshshaxon qilcha huduqmasdan beshini egiz ko'tarib. Xo'jayin Rus bolalardek gap qilayotgan Poshshaxonga beshini ko'tarib zan soldi. Poshshaxonning qosh ko'zi bekla qalmashgan balo bo'lg'achqa, har qanday kishining bir ko'ribla amroqligi keladi. "Sen Türkmen-go?" "Albatta Türkmen. Bu yerda turklarni ishlatmaymiz, chiqib ket." Xo'jayin yana xotirasiga engishdi. "Xo'jayin, men Janubiy Qo'qdagi Ruslarning Viktoriya bazmaxonasida atvorliq kutkuchi edim. Birsi mas bo'lib qilib meni potulka bilan urib bu yerimni yerivatdi", dedi Poshshaxon chekisidagi ro'shan tortiqni ko'rsatib turib. "Shunga men ularning yolvurishiga unmay u yerdan chiqib ketgan." Xo'jayin qo'ldagi qalamni tashlab qo'yib, Poshshaxonga qaytadan sap soldi. Chunki Viktoriya bazmaxonasi bu restoranning tijoratdagi raqibi edi. "Yigit, ular sana yalvurg'idek sen ularga oltin tug'ib bermagan bo'lg'ayding. Qani aytqina, sening nima alayliging bor? Nima alayliging bor edi uncha qilg'udek?" "U yerga Yevropaliklar kunda berib turadi. Men ingliz tili deganni so'yib etaman. Shu sababdan ular meni advorlab ishlatdi." "Ota po'rongni turkman yigit", deb kulib ketdi xo'jayin Poshshaxonning so'zini bo'lib etib uningga ishonmagan holda. "Men azalda yolg'on aytmayman. Ishonmasang sinab beqing." "Qandoq sinayman? Yo men inglizchani bilmasam, qiziq gap bo'ladi bu." "Ishkovingizda inglizcha kitoblar bo'lsa o'qib beray xo'jayin." "Menda undaq kitob yo'q. To'xta, mundaq qilayli. Hozir zalga chiqib qarab boqayli. Biror ingliz mehmon tomoqqa kelgan bo'lsa, shuning bilan paranglashib boq. Rostila shundaq karomating bo'lsa, bu yerda qilib qolsan, tushundingmi?" Xo'jayin o'rnidan turib, Poshshaxonni agashtirib zalga qarab mangdi. Tamoq zalda degandek o'tira yoshlardagi 3 yevropalik bir ustalda o'tirib tamoq yeyotdi. Xo'jayin nihoyatda takalluf bilan ularga rus tilida maqsadini aytdi. Ularning biri elchixonada ishlasa kerak, beshini lingshitib ma'qulligini bildirdi. Poshshaxon ular bilan xeyli uzun o'lchamlik ingliz tilida paranglashdi. Ularning Poshshaxonga havis kelib uni texi tamoq yeyishga taklif qildi. Xo'jayin bularni ko'rib hang-tangli qoldi. Heliqi rus tilini tushunadigan Yevropalik xo'jayinga rus tilini buzgan holda Poshshaxonning inglizchani sudak so'zlaydiganligini aniq tushuntirib aytdi. Shunda qilib Porkota xo'jayinning eg'izi qulqiga yetib, Poshshaxonni kutkuchilikka ilib qoldi. Poshshaxonning oyog'i ittik, qo'li chaqqan bo'lg'achqa, restorandagi cho'ng kichik hammaylan uningga amroq bo'lib qoldi. U bu jarayonda kutkuchi qizdan heliqi harbiy amaldorning ahvolini chandurmay so'radi. Shunda qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mushargichi bo'lsin. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh.